Demak, shogirdlar, kitobdagi misollarga o'tamiz. Bizda birinchi misol. Biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib ko'paytirishni bajaramiz. Malades. 3 kare 2 6. 18 ayrilgan 6. Bizga mana shu 6 demayapti-da, 3 kare 2 deyapti. Tushunarli? Birinchi bajarib olib, keyin ayiramiz. Necha bo'ladi? 12. Keyingi misol, ikkinchi misol. Birinchi ko'paytira olamiz, keyin yana ko'paytira olamiz. Chiqqan javoblarni qo'shib qo'yamiz. Ketdi. 5 kare 6 30, 7 kare 8 56. Endi qo'shamiz. 30 qo'shilgan 56. Necha bo'ladi? 86 bo'ladi. Malades, to'ppa-to'g'ri. Keyingisi. 3-chi bilan 4-chi misollar shunga o'xshash. Tushunarli? Birinchi ko'paytirish bilan bo'lishlarni bajara olamiz, keyin oxiriga qo'shib ayirishlarni hisoblab qo'yamiz. Ketdi. Birinchi bo'lishni bajaramiz. Nimaga birinchi ko'paytirishni bajarmadik? Chunki birinchi bu kelyapti. Bo'lish kelyapti. Shuning uchun bajara olamiz. Necha bo'ladi? 27 ni 3 ga bo'lsak 9 bo'ladi. 4 kare 7 28. 9 qo'shilgan 28. 37 bo'ladi. Endi shu tarzda davom etamiz. Keyingi misollarga o'tamiz. Demak, keyingi misolimiz bularni birinchi bajara olamiz. Keyin ko'paytirishlar bajara olamiz va ikkalasini nima qilamiz? Ayirib qo'yamiz. Endi birinchi buni bajaramiz, buni bajaramiz. Demak, necha bo'ladi? 4 kare 7 28. 28 ni 25 ko'paytirsak 700 bo'ladi. Tushunarli? 5 kare 6 30, 30 ni 20 ga ko'paytirsak 600. Endi 700 ayrilgan 600. To'ppa-to'g'ri, o'zi ko'pchilik topib bo'ldi. Javobi 100 bo'ladi. Endi bunisiga qaraylik. 7-siga. Birinchi buni bajaramizmi? Xo'p, birinchi buni bajarsak nima bo'ladi? 5 kare 4 20 bo'ladi. 20 ni 20 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Endi bir xillar aytyapti, yo'q. Birinchi bo'lish kelyapti. Bo'lishni bajaramiz deydi. 20 ni 5 ga bo'lsak 4 bo'ladi deydi. 4 kare 4 16 bo'ladi deydi. Endi men sizlarga savol beraman. Qaysi biri to'g'ri deyman? Bu nima? Xato. Chunki birinchi bo'lish kelyapti. Birinchi bo'lishni bajaramiz. Qaysi biri birinchi kelsa, o'shani bajaramiz. Bo'lsak 4, 4 kare 4 16. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi. Sizlarga qausni aytmagandim. Qaus kelganda birinchi doimo qaus ichini bajaramiz. Maktabda ham o'rgangansizlar. Demak, bajaramiz qaus ichini. Necha bo'ladi? 20 bo'ladi. 23 ayrilgan 20. Necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Demak, birinchi doimo qaus bajariladi. Endi keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolga keldik. Birinchi qaysisini bajaramiz? Ko'paytirishmi? Nimaga ko'paytirasan? Qaus ichidan chiqqan javobga. Malades. Birinchi qausni bajarib olamiz. Bajarsak necha bo'ladi? 8 bo'lar ekan. 6 ko'paytirilgan 8. 6 kare 8 48. Tushunarli? Demak, birinchi qausni ichini bajaramiz, keyin ko'paytirib. Endi bunisigacha. Bunga ham xuddi shunaqa. Birinchi qausni ichini bajaramiz. Qausni ichini bajarsak necha bo'ladi? Necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Malades. Endi buni ko'paytiramiz hamda 13 ni 7 ga ko'paytiramiz. Ikkalasini ayirib qo'yamiz. Malades. Demak, 18 ni 7 ga ko'paytirasizlar. Necha bo'ladi? 126 bo'ladimi? To'g'ri, ayiramiz. 13 ni 7 ga ko'paytirasizlar. 91 bo'ladimi? To'g'ri. Endi ikkalasini ayirib qo'yasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Tak, ayirsak 35 bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi ham. Birinchi qaysini bajaramiz desam, bir ikkita shogirdlarim bor. Birinchi mana buni ochib olamiz deydi, keyin buni bajaramiz deydi. U shogirdlarim qovun tushirgan bo'ladi. Demak, birinchi mana uni bajara olamiz. Yozamiz. 122 plus qaus ichida 83 minus nima turibdi? Mana uni ayirsak nima bo'ladi mana? Mana uni javobi. 13 83 ayrilgan 13. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda qaus bor edi. Qaus bor edi mana. Mana aka. Shu qausni ichi 13 ga teng mana. 13 yozib qo'ydim, bo'ldi. Hech narsa o'zgartirmadim boshqa. Tushunarli bo'ldimi? Shu qausni yozmayman. Tushunarli bo'ldimi? Mana. Buni ikkinchi qausni yopamiz. Demak, birinchi bo'lib ichkari qausni hisoblab olar ekanmiz. Tushunarli bo'ldimi? Malades shogirdlar.
Bajaramiz. Tenglik. Tagidan yozdiraman. 122 plus 83dan 13 tersak 70. Qo'shsalaring 192 bo'ladi. Xulosa. Demak, ichkari qavsni birinchi bajarib olar ekanmiz. Keyin tashqari qavsni bajarib olar ekanmiz. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Keyingi misolga o'tamiz. Demak, keyingi misolimiz 12-misol. Nima qilamiz? Birinchi bajarib olamiz ko'paytirishni. To'ppa-to'g'ri aytishdi shogirdlarim. Ko'paytirsak 32 72 bo'lar ekan. Keyin buni bajarib olamiz. Mana shuni bajarib olamiz. Buni bajarish uchun birinchi ko'paytirishni bajaramiz. Chunki birinchi ko'paytirish kelyapti. Ko'paytiramiz. 96 bo'lar ekan. 96. Endi 96 ni bo'lamiz 3 ga. Necha bo'ladi? 32 bo'lar ekan. Demak, yozamiz 72 qo'shilgan. Mana bu javobi 72 chiqdi. Ayrilgan. Buni javobi nima chiqdi? 32 chiqdi. Shuni hisoblab qo'ysalaring, to'g'ri yechgan bo'lasizlar. Agar to'g'ri hisoblasalaring. Endi keyingi misolga. Birinchi qavs ichini bajaramiz, doim o'zimiz bilgandek. Ammo qavs ichida ham ketma-ketliklar bor. Birinchi qaysi kelyapti? Bu kelyapti. Demak, birinchi buni bajara olamiz. Ikkinchi qaysi kelyapti? Bu kelyapti. Demak, ikkinchi buni bajara olamiz. Tushunarli bo'ldimi? Ketdi. Tak, mana pastdan bajaramiz. 4 qo'shilgan 2 kere 8 16. Endi ayiramiz. 144 ni 12 ga bo'lsak 12. Buni hisoblasak 20, 20 dan 12 ni ayirsak 8. Qavs ichi nima chiqdi desa, qavs ichi 8 chiqdi. Endi 64 ni bo'lamiz 8 ga. 8. Malades shogirdlarim deb men to'g'ri qo'yaman va 5 qo'yaman. Tushunarlimi? Shu tartibda ishlasalaring. Endi keyingi misolga o'tamiz. Endi shogirdlarim, so'nggi misolga keldik. Hop, birinchi bo'lib mana qavs ichini hisoblar ekanmiz. Keyin 2 ga bo'lar ekanmiz. Nimadir? Chiqadi. Buni ham birinchi bo'lib buni bajarar ekanmiz. Chiqqan javobni 3 ga ko'paytirar ekanmiz. Nimadir? Chiqadi. Shu ikkita nimadir chiqqanini qo'shib qo'ysak, to'g'ri aytgan bo'lamiz. Hisoblaymiz. Birinchi qaysini bajaramiz? Buni bajaramiz. Keyin 18 dan ayiramiz. Ketdi, bajarsak necha bo'ladi? 78 bo'lar ekan. 78 dan ayiramiz 18 ni. 60 bo'lar ekan. Tushunarli? Endi 60 ni bo'lishimiz kerak nimaga? 2 ga. Nima bo'ladi? 30 bo'ladi. Malades. Bu tomonda nima bo'ldi? 30 bo'ldi. O'rtada qo'shish bor. Endi ikkinchi tomonni hisoblaymiz. 18 ni 6 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 3 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'ladi. Endi 3 ni ko'paytiramiz chiqqan javobga, ya'ni 5 ga. 3 ni ko'paytiramiz 5 ga. 15 bo'lar ekan. Bu tomon necha chiqdi? 15 chiqdi. Endi qo'shamiz 15 ga. 30 ga 15 ni qo'shsak 45 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi shogirdlarim? Malades, krasavchiklar. Endi birinchi mavzuni ikkinchi qismiga o'tasizlar. Video tamom, salomat bo'linglar va darsni qilinglar.